Salom do'stlar, sizlar bilan Asadbek Gaming. Bugungi videorolikda Nus Brawldagi top 10 ta old skinni ko'rib chiqamiz. Bu skinlarni bir boshdan boshlab ko'ramiz. Endi top 10 deganimda o'ringa qo'yib saralab boramiz. Xo'p, bo'lmasa 10-o'rinda Bibini Gamer Bibi skini. Bu skinni ko'pchilik youtuberlar o'ynasa kerak. Ko'pchilik bilsa kerak bu skinni. Hozir mana bunaqa ko'rinishi ham bor edi. Hozir mana bunaqa ko'rinishi ham bor. Bu skin ham juda oldin chiqqan. Hozir o'ynab ko'rsataman. Bu skinni top 10-o'ringa qo'yishga qaror qildim. Effektlarini hozir ko'rsataman. Mana effektlari yaxshi takoy. Sharikchasi sal noaniq, bir g'alatroq, lekin skin o'zi takoy. Cho'tki, giperda oddiy, har doimgidek bo'ladi. O'zida hech qaysi skin giperda anonisi o'zgarmaydi, ko'rinishi. Mana effektini ko'rib turibsizlar. Men bu skinni top 10-o'ringa qo'yishga qaror qildim. Endi esa chiqamiz. Top 9-o'rinda men bu Corsair Colt skini. Bu skin juda ham oldin chiqqan, judalar oldin. Ko'pchilikda yo'q bu skin. Ammo har yili bir marta, ikki marta aksiyaga kelib turadi. Brawlda olish uchun. Bu skin juda oldi skin, bilmaganlar uchun. Men top 9 ga qo'yasizlar, bundan hali juda ko'p skinlar bor. Bundan yaxshi effektlari zo'r, lekin oldilik bo'yicha shu skin ham dahshat. Ko'pchilikda yo'q. Sam bo'ladi. O'zi Colt birinchi bo'lib chiqqan brawlerlardan bittasi. Shu uchun ham Coltga birinchi bo'lib mana shunaqa cho'tki skinni chiqarishgan. Effektlarini ko'rib turibsizlar mana. Xo'sh, bo'lmasa chiqamiz. Top 8-o'ringa esa Bello Hop Mike skini. Bu Dinamakda bir ajoyib skini. Oldin berilgan bu skin. Hozir uje sotuvda ham yo'q, hech qayerda chiqmayapti. Bu skinni ham o'ynab ko'rsataman. Bu skinni top 8-o'ringa qo'yishga qaror qildim. Bu skin ham juda oldi deb o'ylayman. Mana effektlari ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh, kitobchami nimadir qo'yar ekan menimcha. Ultasini ham hozir ko'rsatamiz. Ultasi adashmasam sumkasini otar ekan. Adashmasam ultasida sumkasi bo'lar ekan. Xo'sh, mana shunaqa ajoyib skin mana. Sumkasi ham orqasidagi narsani otib olar ekan ultasida. O'qlari ajoyib. Giperda mana har doimgidek oddiy giperi. Hoy, shunda sakrashni ham eplamadim, bo'pti. Bo'lmasa chiqamiz. 7-o'rinda bazda men bu skinni, bu skin ham oldin chiqqan, Brawl Pass olganlarga berilgan. Men misol uchun bu skinni oldin uncha ko'rganman, keyin sotuvlarga chiqqan bo'lsa, lekin ancha oldi skin deb o'ylayman men shu skinni. Hozir bu skinni ham o'ynab ko'rsamiz. Bu skinni 7-o'ringa qo'yishga qaror qildim. Ham old skin, ham oldin Brawl Passda sotilgan. Chiqib cho'tki skin. Otilishlarini qaranglar, otilishlari ham cho'tki. Xo'sh, men bunaqa qaytarar ekan. O'tkini qaytarmaydi deb o'ylagandim. Mana otilishlari. Ultasi ham bir ajoyib. Mana qaranglar. Takoy. Xo'sh, mana giperini yoqib ko'rsatamiz. Plus bu cho'tki skin, bu skin ham normalniy oldi skinlar qatoriga kiradi. Men bu skinni 7-o'ringa qo'ydim. Bo'lmasa chiqamiz. 6-o'rinda men bu skin hozir menimcha sotuvda yo'q. Brawl Owen Rose ekan. Bu skin oldin sotuvda bo'lgan, hozir sotuvdan ketgan. Bu skin ham juda oldi skin deb o'ylayman. Hozir sizlarga o'ynab ko'rsatib beraman effektlarini. Birinchi o'rinni olgan skinni haqiqiy o'yinda o'ynab ko'rsatamiz. Mana effektlari ham mushcha urar ekan. Oy, ultasida mana gigant bo'ladi har doimgidek. Gigantlashib ketadi. Gadjeti mana shunaqa o't paydo qiladi. Ko'rsanglar bo'ladi effektlarini. Mana takoy mushcha bilan uradi. Bittasini ko'rsatdim sizlarga.
Giper bilan mana. Giper bilan cho'tkida bu skin. Voy, bomba. Ko'rgan bo'lsanglar bu skin deyarli hozir hech kimda yo'q deb o'ylayman. Agar bu skin adashmagan bo'lsam, hozir aniq sotuvda yo'q. Bo'lmasa chiqamiz. Keyingi skin eshitdim bunaqa to'g'rirog'i 5-top 5-skin eshitdim bunaqa takoy tanka skini qalqon qilichchalari bilan bu ninja skin ekan. Bu skin ham oldin Brawl Passga qo'yib sotilgan, juda old skin. Bu skin ham sezonda o'ynaganlar biladi. Hozir mana sizlarga ko'rsataman, mana giper zaryad bilan effekti. Xo'sh, mana 3200 olar ekan. Mana oddiy giper zaryadsiz effekti. Otilishlari, otilishi dahshat ekan, lekin menga otilishi ancha yoqdi. Ancha cho'tki skin ham qaranglar, effektini qaranglar. Effektlari bilan cho'tki berib turibdi. Xo'sh. Bo'lmasa mana bu yoqqa bitta tashlaymiz-da. Bitta qilamiz-da, yana bitta tashlaymiz. Bitta qilamiz, yana bitta tashlaymiz. Bitta qilamiz. Bitta qilamiz. Bo'ldi, chiqamiz. Endi mana qizg'in joylariga yaqinlashyapmiz. Top 4-o'rinda mana bu skin. Bu skinni ko'pchilik biladi. Bu skin juda ham old skin. Deyarli hech kimda yo'q. Ayrim bir old igroklarda bor. Mana hozir bu skinni sizlarga effektini ko'rsatib o'tiraman. Cho'q bu skin, voy, juda old skin. Vahsha. Mana qaranglar, effektlarni qaranglar. Bu skin haqiqatan ham normal. Ancha old skin. Effektini qaranglar, chang bilan borot. Tushunsizlarmi? Qanaqa oldligini his qildinglarmi? Vahsha. Gapirishga tilojiz bu skinni, gapirishga tilojiz. Takoy skin, o'zi ham takoy deb skinni. Qani, qamab qo'ydikmi desam qamalmadik. Takoy skin chiqib gapirishga tilojiz sonman, o'shandan bilsanglar bo'ladi. Bu skin deyarli hech kimda yo'q. Juda ham bir old igroklarda bo'lmasa chiqamiz. Mana jigarlar top 3-o'rinda Gaussda mana shunaqa skini. Bu skin aniq hozir sotuvda yo'q. Bu skin ham Brawl Pass uchun berilgan ekan. Ronin Bass skin ekan. Hozir bu skinni ham o'ynab ko'rsataman. Bu skin top 3-ligimizga kirdi. Effektlarini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Unchalik o'zgarmagan, lekin yorqin ekan otishi. Ultasi qilichchalar bilan takoy skin gadjet bilan ham bosib ishlatib ko'ramiz. Ishqib juda zo'r skin, mana bu ultasini ham ko'rdinglar, qilichchalar bilan chiqib yotdi. O'zi zo'r skinni bugun ko'rsatish niyatimiz yo'q. Old skin videorolikimiz bugun old skin. Ikkinchi videorolikda zo'r skinni ham chiqaraman. Zo'r skin deganda hozirdagi eng zo'r skinlar. Endi hozirda sotuvda bor, o'shanaqa skinlarni chiqaraman. Hozir bu endi old skinlar haqida ketyapti bu videorolikimiz. Shuning uchun ham negativ shart emas. Bo'lmasa bu skindan ham chiqamiz. Endi aniq qiziqayotgan bo'lsanglar kerak, top ikkita skin. Birinchi o'rinni kim oladi? Ikkinchi o'rinni hozir ko'rib olasizlar. Ikkinchi o'rinda Barleyni mana bunaqa skini, bu skin Sway Master Barley deyilar ekan. Bu skinni ko'pchilikda bilasizlar, bu skin ham juda ham old skin. Barley chiqqandan keyin ozroq vaqt o'tib ishlab chiqarilgan. Bu skinni ham men juda old deb hisobladim va top 2-o'ringa qo'ydim. Top 2-o'ringa qo'yishga arziymi yo'qmi kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hozir 1-o'rinda kutilmagan cho'tki skinni ko'rasizlar. Endi 1-o'ringa qo'ygan skin ham oldvilik bo'yicha ham oldvi va nima desa bo'ladi? Skin mana bu ko'rinishi bo'yicha ham dahshat deman bu. Endi faqat oldviligini saralab qo'ysa yaxshi bo'lmaydi. Mana bu ko'rinishi ham cho'tki bo'lsa cho'tki bo'ladi. Mana skinni ko'rishingiz mumkin. Mana otilishlari otilganda ham takoy, effekt berib turar ekan. Mana ultasini ham ko'ramiz. Ultasi ham shunaqa effekt berib takoy. 3 burchak kvadratchalar chiqarib turar ekan. Bo'lmasa bu skinni ham ko'rib olgan bo'lsanglar, biz endi top 1-skinga yo'l olamiz. Sizlarga jigarlar top 1-skinni ko'rsatishdan oldin o'zimni servisimni reklama qilib o'tmoqchiman.
Men servisimda Brawl Pass Plus, Gamelar, Pro Pass har xil magazinga kelgan aksiyani sotib olsanglar bo'ladi. Linkni Telegram kanal linkimni kommentariyada qoldiraman yoki opsiyaniyada ham qoldiraman yoki mana shu yerda ham yozib qo'yaman. Mana chiqdi. Telegram kanalimga o'tib bemalol obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Telegram kanalimda YouTube'ga chiqadigan videolarni birinchi bo'lib Telegram kanalimga yozaman va Telegram kanalimda har doim turnirlar bo'lib o'tadi. 1-ga-1, 3-ga-3 komandali turnirlar bo'ladi. Mana yaqinda ham 3-ga-3 komandali turnirni tugatdik. Hozir Telegram kanalimda konkurs ham boshlaganman. Konkursim Brawl Pass Plus va 30 gamelik konkurs. Undan tashqari ham sovg'alar bor. Telegram kanalimga o'tib, qo'shilib qo'ysanglar, qarovchi kam bo'lmaysizlar jigarlar. Bo'lmasa biz nima qilamiz? Videorolikni davom ettiramiz. Go. Top 1-o'ringa jigarlar, men shu Bailey Colhan degan skinni qo'ydim. Bu skin juda ham ajoyib. Menga g'ash yoqadi. Ana Colt bilan solishtirganda ham bu skin teng solisha oladi. Ishoninglar jigarlar, bu skinni men top 1-o'ringa qo'yishga qaror qildim. Undan tashqari mamnuqa skillari ham bor. Dahshat, lekin bular unchalik oldi emas. Shu uchun men skinni qo'yishga qaror qildim. Bu skin menga juda ham yoqadi. Tasvirlarga ham sig'dira olmaysizlar, ammo Brawlda yo'q bu skin. Mana buni qaranglar, otilishini qaranglar. Voy. Takoy miltiqda yoqadi-yu. Voy. Men bu skinni cho'tka skin deb o'ylayman. Mana buni qaranglar, takoydek jigarlar, takoydek. Giperlarini qaranglar, giperlarini. Cho'q bitta o'lar ekanmi? Cho'q. Takoy skinni jigarlar, ta'riflab bo'lmaydi bu skinni. 1-o'ringa qo'yishga arziydi deb o'ylayman. Yoki sizlar 1-o'ringa qaysi skinni qo'ymoqchi qo'yardinglar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'sh, mana effektlarni ko'rdinglar o'zingizlar, endi esa chiqamiz. Aytgancha top 1-o'rindagi skin bilan o'ynab ko'ramiz. Yana qaysi kartada o'ynab ko'ramiz? Xo'sh, nakount o'ynab ko'rsak bo'lar ekan. Yaxshi karta kelgan ekan. Nakount o'ynab ko'ramiz. Xo'sh, yaxshi naparniklar. Men haqiqiy Brawlda olmayapsiz. Siz haqiqiy Brawlda hozir ko'p skilllar sotuvda yo'q. O'zimda ham ko'p oldi skilllar yo'q. Deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Shuning uchun tinchgina Nus Brawlda chiqarishga qaror qildim. Va aytganimdek jigarlar, Telegram kanalimga qo'shib olinglar. Sizlarga foydali taraflari ancha ko'p chiqarlar. Voy, bos qoldi ichiga. Xo'sh, yaxshi bo'ldi. Kimlarda Piper qoldi? Easy yutdik menimcha. Bitta tirs bo'ldi. Yaxshi. Xo'sh, yaxshi. Cho'tka skin tomon jigarlar, nega tushunmaysizlar? Skinning effektlarini ko'rsanglar, voy, просто bomba. O'rib ketdi cherigimiz. 2-3 vaziyat. Xo'sh, ularning ham bir kishisi bo'ldi. Vorun bor ularda. Voy. O't o'ynatdilar vorunda menimcha. Agar adashmasam. Xo'sh, voy, astag'firulloh. Voy. Qatdan keldi vorun. Cho'ta tushunmay qoldingiz. Yotgan sezonim. Davay, yutasan, men senga ishonaman. Davay, Mipel Padeshka Trump o'ldi bechara. Yo'q, o'lmadi, o'ldi endi. O'ldi endi. Endi ana o'ldi. Xo'sh, mana shu partiyamiz endi. Yutishga harakat qilamiz. Bizga yaxshi o'ynamayapti. Qotib qoldi jigarimiz. Qo'qqisdan zarba beramiz. Xo'sh. Voy, o'ldim. Meldozini ko'p o'ynamagan, men shu juda yoqadi. Endi bizga menda bo'lganda o'ynab o'pni o'p ketgan bo'lardim. Mayli, yutqizdik necha. Nus talash farqi yo'q, plus minus. Umuman qiziq emas. Bo'lmasa jigarlar, top 1-o'rinda qaysi kim borligini bildinglar. Endi esa sizlar bilan xayrlashamiz. Videorolikka like bosib, kommentariyada izoh qoldirishni unutmanglar. Bu skinlarni chiqarganim albatta o'zimning fikrim, sizlar o'zingizlar fikringlar bor. Prosta top 10 ta skin deb o'zimning fikrimni bildirib chiqardim. Aytganimdek Telegram kanalimga qo'shib olinglar. Juda muhim, hamma narsa Telegram kanalimda bo'ladi. Meni yana yozib qo'ydim. Davay 2 minut ichida qo'shib olinglar. Kommentariyada hamma yo'lda yozib qo'yganman. Bo'lmasa jigarlar, bugungi videorolikni tugatamiz. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Asadbek Gaming bo'ldi.